أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Al-Imron'ninki 24-oyatiga keldik. Biz ilgirki oyatlarda ahli kitobninki masala iniq bo'lgandan keyin özlerinin kitabıda ve Kur'an'da Allah'ın talimatının nima ekanligi o'rtaga chiqib bo'lgandan keyin ularning yüz o'rishi haqida so'zlab oxirlashtirgandik. Va darsimizning oxirisida bularning bunda qilishining sababi bularda bir g'urur bor, ya'ni g'urur deganimiz bular oldinib ketgan masalaga. Bo'libmi alaqi bularning biz ahli kitob degan bilan kitaptın erişkinning çağlıq ekanligini deb o'tgandik. Bir qismini o'zgartgan, bir qismini yushirib bir mahaldan keyin unutilgan, bir qismini mazmun jihatda Allah demagan gaplarni Allohning nomiga choplagan degandek har xil sabablar tufaylidan bularning biz ahli kitob davosiga yarasha kitapның bularga ta'sir qilgan tarafining nayda az qolganligi. Shunga ilgirki oyatda bularga kitob berilgan degan shaklda emas, nasiban minal kitob, kitobdan nayda az bir qismi berilgan degan shaklda ifodalashning shu mazmunni o'z ichiga olganligini tilga o'tgan. Ma oyatda ilgirki oyatning davomi qo'y, ilgirki 23-oyat, bu 24-oyat. Ma oyatda shu oyatdagi mazmunning oxirgi bir misoli sifatida, sababi sifatida bularning bir qism ichki ahvolini, xarakterini tasvirladi. Davatudiki estaizu billah zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Yuqorqidek ularning naq haqiqat o'rtaga chiqib bo'lgandan keyin, ya'ni yuz o'rishining asosiy sababi nima desa, bular ma'nonga o'xshash safsatlarni to'g'lagan o'zga. O safsatlar qaysi? Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Bizga shu necha kun do'zax kirmaymiz. Biz degan Yaqubning avlodi, Allohningki bolalari, nauzubillah, Allohning do'stlari biz. Alloh bizning do'stlarini o'tda ko'ydamaydi. Kirib qolsak necha kun kiramiz? Ot bizga shunda yiqilishib, siypab o'tib ketadi. Shunda tigib o'tib ketadi. Degandek bir qism bulardagi safsata. Ya'ni bular o'zlariga ergashgan kishilarni mush orqali oldigan bular. Bu sabablik an yuqorqidek haqiqatni yuz o'radigan ahvol kelib chiqadi. Chunki haqiqat o'rtaga chiqsa, o'zining ma'naviy, moddiy nupuz imtiyozlaridan ayirib qolishdan qo'rqadi. Va gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Bularning bu qadar dinda ezib ketishining asosiy sababi nima? Nima uchun dinda ozdi? Desa, bularni azdog'ini, bularni mushtrak boshlab ketib qolg'ini, bular o'zlari yolg'ondan to'qib din nomida to'qib so'zlar, ishlar bularni azdib ketib qolgan. Ya'ni bular ilgirki oyatda deganimizdek yuz o'radi Allohning hukmidan. O'yladiki, biz mashta ashla qilsakmi, bunda jinoyatni o'tkazsakmi, bizga cho'ng ish yo'q. Do'zaxga kirib qolsakmi, hech kun kiramiz. Biz onda tamamen ko'ydamaydi, shunda bir tegib qola, tegsa degan o'qim. Endi ma oyatning oxirgi 5-qismi, oyatning oldingi bo'ligi ilgirki oyatning sababi bo'lg'achqa mazmunda kengaytmayman. Ilgirki oyatda biz nurg'un masalalarni bog'lab tushunib bo'lgan. Ham bu yerda nuqtali qo'ygan bir taraf bor qarindoshlar. Va gharrahum fi dinihim. Holatga kelib qolishning sababi nima? Boshda biz do'zax kirmaymiz. Masalan, biz degan nahnu abnaulloh, Allohning bolalari, Allohning do'stlari. Allah bizni azoplamaydi, do'zaxga sulamaydi. Kirib qolsam shunday kun bizga yo'q, shunday sibab o'tib ketdi degandek holatga, mushu safsatiga bir qog'udek bular nimish bo'lgan bo'ladi desa, buning sababini va gharrahum fi dinihim degan bir ifodani qo'llandi Alloh subhanahu va taolo. Ana unda g'arra degan nima? Bu arabchadagi so'z yildizi g'urur degan so'zdan chiqqan. Yani Uyg'urchadagi g'urur shu ikkisi yildizlash. Arabchadagi g'urur odat Uyg'urchadami g'urur odatdagi mag'rurlandi degandiki, mag'rurdagi odatdagi insonning g'ururi yüz obro'yi sharifi emas, u g'urur emas, mag'rurlanishdiki g'urur.
Mayadan yıldızlaş bu. Yani bunda mag'rurlanishning asli ma'nosi nima desa, nishon iniq olmasdi. O'zining xiyolicha, kallig'i kelguncha menish va nishonni iniq belgilamay turib, sizmay turib, mangadigan yo'llarninki dalil belgilarini iniqlamay turib, Mehmetdallacha aldığı ilgirlep menish ve o'zi loyiq olmagan narsalarga yo'lsizlarcha ko'z selish, ochko'zlik qilish, buning o'zini lug'atlarda shu g'urur, arabchadagi mag'rurlik degan so'zning izohat sifatida o'tirg'a qo'yilgan. Bir odamni sen mag'rurlanib ketibsan degani, ketayotgan yo'lingda yo'l aniq emas. Yani meselenin akkarısını fark etmeyse, ma şekilde diyen gap yani. Mesela içkide musabaqa bo'lsa birisi mag'rurlanib ketsa, yengilib ketgan ahvol bor. Mag'rurlanib ketish qarshi tarafni to'g'ri o'lchamaslik, masalani aniqlamaslik, mohiyatini surishtirib qilmasdan o'zicha bir yo'g'inab ketish bilan birga, cho'ngib ketish bilan birga, ya'ni masalaning uch qo'may qilib qilishi, tutuq qilib qilishi, mushta ahvol ostidami o'zini xudini bilmasdan mangishni biz mag'rurlik deymiz. Yani texmo xulosalig'a vaqtida haqsizlarcha, yani loyiq olmagan bir şekilde bir narsani umid qilib, şunun kuyuda oldiga o'ylashmasdan mengish mag'rurlik qiladi. Endi mesela Surah Fatirda şu g'arur degan so'z shaytonga vakillik qilib qo'llanilgan, shayton ma'nosida qo'llanilgan. O'qib boqaylik bu oyatni. Surah Fatirninki 5-6 oyati ekan. Ya ayyuhan nasu inna va'dallahi haqqun. Ey kishilar, Allohning va'dasi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sizlarni hayatud dunya aldab ketmasin. Niyadimi? Aldab ketish ma'nosida qo'llanilgan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Sizlarni shayton aldab ketmasin. Allah bilan bo'lgan munosabatni shayton aldab ketmoqda. Bu o'rinda g'arur degan so'zni shayton ishlatgan. Lekin yag'urrannakum deb shu g'arurdan chiqarilgan, yasalgan fe'lda aldab ketmasin degan ma'noda qo'llanilgan. Bu ma'nolarni da qaragan vaqtimizda shaytonning alohidliklarini biz ko'z oldimizdan kechirib o'tgan vaqtimizda shayton qanday qiladi? Kishilarga ba'zi narsalarni chiroyli ko'rsatdi. Aslida unda emas. Mana bo'lsa ekan deb umid qildirdi masalan. Ammo bo'lgan vaqtda bu faqat to'g'ri ish emas bo'lishi. Mana bu shaytonning bizga chiroyli ko'rsatgan ishi. Buning amaliy bo'lgandan keyingi natijasi bizning bo'lishdan ilgari orzu, xiyolimiz bundan udul kelmaydi. Buning o'zi shu ma'lum ishlarda g'ururlanib ketish, mag'rurlanib ketish degan ma'noda. Yana bir misol olaylik. Surah Hadidda 20-oyatda واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قرأنا mana şekilde tushuntiryapti Alloh subhanahu va taolo g'ururning nima ekanligini. Bilinglarki, hayot dunyoning umumiy ahvolini men sizlarga deb bersam, bu degan bir o'yin, behudachilik, ziynat, oranglarda faxrlanish, voy pulimjiq, balamjiq deb faxrlanish, bu ahvolining hammini sizlarga tasvirlash to'g'ri kelib qolsa, dehqon bir ziroat teriydi. Ziroat nayt ko'klab, güzel bir şekilde aşı tergan adamni masxush qilayotgudek holatda o'sib yetiladi. Andikin vaqt o'tib bilan sag'irdi. Uning hammasi qurib yaguchib chaylanadi. Mushunga o'xshash ish. Ziroat o'sib yetilib, ko'klab, voyaga yetib, andikin keyniga chekinib, hayot dunyo mushunga o'xshash narsa. Biz tarix qarab baqsak bo'ldi, bizning hayotga qarab baqsak bo'ldi, mushunga o'xshash narsa. Va fil axirati azabun shadid. Oxiratda qattiq azob bor. Allah'ның mağfireti ve razılığı, bu qap qaladı. Bu en büyük qap qaladığını davam qıldığını şu. Ve mel hayat. Demek xulas kalam hayat dünya degan mata'ul gurur. Adamni shunda bir yo'llarga akitib, adamni aldab, qilmisin bo'ladigan yoki yo'ldan chiqmaslik kerak bo'lgan yo'llarda yo'ldan chiqib o'tadigan bir manfaatdan boshqa narsa emas. Mishadimi mata'ul gurur deydi.
Ondan başqa yana bu sözning biz arab tilidagi ifodalanishiga qarasak, hech qanday bir hayotida tajribasi yo'q bir odam bor. Tecrübesi yok ama bir işler şu tecrübesizlikle kirişiyordu. Biz bu adamını mı gırrın dep koyuyoruz yani. Arapçadaki ifadeleş şekli şu. Emeliyatta o tecrübesizlikle kılgan işi de ziyan tartış ihtimali intayin yukarı. Demek garra, garur, muşu ayetinin özüdeki ve garrahum fi dinihim deken garra pilisinin yıldızından çıkan her qanday sözdeki ortak bir nokta kelgüsüde sana esqatmaydigan, ameli menfaat vermeydigan, işlağı nispeten köz taşlap, şununla aç gözlük bilen yolsuz şunun kenedin meğiş, garur diye mana, şu yıldızdan çıkan bütün sözler, piyillardaki ortak bir nokta iken. Şoňaşqa bayatın degenimizdeki Allah şeytanını garur dep atapdy çünki bizni toğry olmaydigan, aýgy çykmaydigan, çykkan netijesi bizge toğry kelmeýdigan bir işlarga bizni qanday qılady? Başlaýdy. Halbuki kıyamet günü kelgen wagtida şeytan aş bizni başlagan bütün yollarda bizden qanday qılady? Adajda boludy. Sura İbrahimninki 22-nji aýetinde "Ve qala şeytan lemma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq." Kıyamet günü soňga wagtda şeytan şunda diýdi. Allah sizge haq vaadini qilgan. Men sizge bir qism vaadlarni bergan, men xiloflik qildim. Mening hech qanday silni bir so'rab apag'udek kuchim yo'qdi, sizlarni bir majburlab apag'udek. Faqat silni chaqadim, sizlar keldinglar, endi menga malomat qilmanglar, o'zingizga malomat qilinglar. Men bugun sizlarni qutqizolmayman, sizlar bugun meni qutqizolmaysizlar. Men bundan ilgari sizlar keltirgan shirklarning hammasiga inkor qilaman. Men egamas uningga. Innaz zolimina lahum azabun alim. Mushta deydi, an zalim o'z-o'ziga qilganlarga qattiq azob bor deb mashay. Shaytonning bizni dunyoda boshlagan umumiy g'arur. Biz mangamiz keynidan, insonlar mangadu keynidan oxirgi natijasi chiqqan vaqtda biz hasrat chekamiz. Buning o'zi hayot dunyoning tasviri. Endi mushayatdagi bir mazmunga kirib o'tib ketaylik, tayinliq. Asli maqsadga qaytishdan ilgari oyatda "Ma kana li alaykum min sultan" mening hech qanday bir sizlarga nisbatan kuchim yo'q. Sultan degan so'z arab tilida ikki xil ma'noni ifodalaydi. Birisi bir odam boshqalarni delil, pok bilan bir ishga qoyil qilish kuchi bo'lib qolsa, buni sulton deydi. Ya'ni ma'naviy qoyil qilish kuchi. Yana birisi qo'lingda tumur va kuching va zo'lab, majburlab uni bir ishni qildirsang, sulton bo'ladi. Moyatdagi ma'no shayton shunda demoqchiki, menda amaliy kuch yo'qdi. Men sizning kallanglarga qurol tanglamagan. Men sizni zo'lab, so'rab, tatqushlab apamagan. Faqat qildim dedim, qildinglar. Endi ma ana bi musrihikum va ma antum bi musrihiyya. Men sizni qutqizolmayman, sizlar meni qana qilolmaysizlar, qutqizolmaysizlar. Bu shaklda shaytonning mushu umumiy ahvoli g'urur. Şeytan mushu ish harakati tufaylidan g'arur deb atalgan. Yani bu yerda oyatdagi va g'arrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ahli kitobninki shu qadar xatolashning sababi bular o'z dinida bu qadar xato yo'lda menib ketishning sababi bular to'qigan iftirolari sababli mushtablarning mushu yo'lga kirib ketgan deb ma yo'lning xarakterini sizlarga gapiryaptilar. Yani oxirisi ishonchisiz. Natijasi ini qo'ymagan yo'lni dinda din yolu deb bular qana qildi, ma'lum oldi. Endi bularning mushu yo'lga mangdirishning sababi bularning iftirosi va makanu yaftaru. Buni nimaga iftiro to'qidi bular? Yani bular qasdan yolg'onni o'rtaga chiqdi din nomida. Bir muncha masalan oldin qoyatdiki shu. Biz degan Yaqubning farzandi, Allohningki habiblari, Allohning bollari, Alloh o'zining do'stlarini ko'ydirama. Bizim dozaqqa sulmaydi. Bu yolg'on. Dozaq kirib qolsaqmi shu necha kun? Buni o'zi bir yolg'on. Ot bizni ko'ydamaydi, shunda yaqin sipab o'tib ketib qoladi, bizga shundalarni tegib o'tib qoladi. Bu bir yolg'on. Mana bular buning yolg'on ekanligini biladi bular. Yahudilarningki mollalari bularning yolg'on ekanligini biladi. Ammo ilgirgi darsimizdagiimizda keyinga adam agashtirish o'zining jamiyatda din nomidan to'plagan nufuz orqali o'zi manfaatlanish va buni qo'ldan ketmaslik uchun bu qadar yolg'onlarni din nomidan to'qib kishilarni buni qoyil qildi. Bu keyindagi agashganlarmi mushu gapga ha bo'pti deb qanday qiladi? Agashdi hammasi dinida
mushu yolg'on tuhmatlar bilan aldangan, tuyuq yo'lga kirib qolgan bo'ladi. Bu tuyuq yo'lga kirib qolgan sababli bular haqiqatni yuz o'raydigan bir natijaga qanaqib qolgan, berib qolganda. Bu yerda bir ajoyib bir eskartish bor, ya'ni dindagi o'zini olim, ulamo, din kishilari deb qarayotganlarga nisbatan bergan bir eskartish bo'lsa, undan boshqa agishayotganlarga qarata berilgan bir eskartish. Allah sana kitap tushadi. Peygamberni va'tib sunnatlarini bayon qildi. Olim ulamolarning kitobni sunnatni bayon qilish majburiyati o'g'ini bilan, ammo agash kishilarning kitob sunnatni o'rganish majburiyati bor. Va olim ulamo deb atalganlarningki, bularga din nomidan degan gaplari kitob sunnatning umumiy ro'yiga uyg'un kelsa, tamom, agishsa. Bo'lmay qolib qolsa, sen mustaqil bir aqidaga so'qachqa shu kitobni o'qish majburiyating bo'lgandek, kitobga mustaqil amal qilish majburiyating va din o'zingning shaxsiy dini bo'lgandek sana nisbatan başqalarga ödəgən bolmağandakin, senin bir kişilik musulmon bo'lib sübütün bilan diningni qo'g'dash, diningda mustahkam turish majburiyating bor. Agar yuqoridagi oyatdagidek molla taxa assa, din olimlari taxa assa, dinning nomidan yolg'onlarni to'qisa va agash kishilarni oqqarini farq etmasdan buningga nim desa shu deb agasa chunki o'zining manfaatiga uyg'un kelgachga bunda shaklda qilsa, eng oxirida bularni uchraydigan nim bo'ladi? Dunyoda bir bilik manfaat ala. Amma 25-oyatda fakayfa iza jama'nahum liyawmin la rayba fihi va wuffiyat kullu nafsin ma kasabat va hum yuzlamun. Dunyodagi bu rasvochiliklar, agashtirilguchilar va agashtirguchilarningki bu qadar qilgan rasvochiliklar dunyoda u aqa jazo berilsa tabiiy dunyoda jazo berilmay qolgan taqdiringlarda tamom ishinglar oqqan bo'ldi. Ammo qiyomat kelgan vaqtida bu rasvochilikni qanday yo'qaysizlar? Fakayfa iza jama'nahum. Shu shaksiz bo'lgan shu qiyomat kuniga hamma odamni to'plagan vaqtida va wuffiyat kullu nafsin ma kasabat. Har kishi o'zi qilgan ishlarning mukofot jazosini to'liq og'inida zulm qilinmasdan shu vaqtda bular o'zining rasvochiligini qanday yo'qga? Chunki bu kunda ularning rasvochiligi o'rtaga chiqadi. Chunki bu qiyomatning nomi rasvo qilg'uchi deb bir nom bor. Qiyomat har qanday kazzobni rasvo qiladi. Har qanday aldamchini rasvo qiladi. Nohaq, haqsiz yo'llarga chaqirg'uvchini rasvo qiladi. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo ulardan so'raydi. Bu oyatda so'rayotdi Alloh, qanday qiladi? Dunyoda biz ularga ixtiyorlikni berdik. Tanlash erkinligini berdik. Beden a'zolarini bularga bo'ysundirib berdik. Bular xalqini so'zladi, xalqan yerga qaradi, xalqan ishni qildi, xalqan o'rniga mangdi. Dunyoda biz shu imtiyozni insonga berdik. Bular bilatdi. Dunyodagi shu imtiyozdan foydalanib, Alloh subhanahu va taolaning ta'limotlariga ergashsa, savobga erishadiganligini bilatdi. Allah'ның ko'rsatgan yo'lidan chiqqan odamning jazolanadiganligini bilatdi. Endi dunyoda ashuni hammani bilatdi va qaysi yo'lni tanlash imkoniyati vatdi. Ular bir yo'l tanladi. Yuqori degandagidek ishlarni qildi. Hamda ma qiyomat kuni kelgan vaqtida bulardan tanlash erkinligi elavalanadi. Bularga bo'ysundirilgan bütün şeyler, beden a'zolaridan tortib atrofdagi hamma narsa bo'ysunish doirasidan chiqib ketadi. Dunyoda bu a'zolarini va berilgan boshqa imkoniyatlarni Allohning rizoligiga ishlatganlar bo'ladi. Allohga osi bo'lgan taraflarga ishlatganlar ham bo'ladi. Chunki tanlash imkoniyati bor insonninki, unda imkoniyat bergan Alloh. Endi oxirat kelgan vaqtda bularning hammasi insonning irodasidan tamoman chiqadi. O vaqtda insonning irodasiga bo'ysunmaydi. Shu vaqtda insonga berilgan bütün imkoniyat vaqtlarining hammasi asli tabiatiga qaytadi. Va dunyoda qilgan bütün ishlarini o'rtaga tashlaydi. Buni biz ilgari bir darslarda misollar ham xuddi yuqori tarafdan, yuqori idoradan tuvandagi idoradagi bir boshliqqa bir moncha xizmatchidan birini beribdi. Boshliqqa bo'ysunish majburiyati va hammasiniki
Boshliq o'zining xizmat qilish muddatida bularni o'zi xohlagan ish qiladi. Ahmad sen uni qil, Samat uni qil, sen ani qil, sen mani qil. İşte xizmatchilar qilayotgan ishning xatoligini bilib turib qilaveradi. Chunki bo'ysunish majburiyati bor boshliqqa. Ondan keyin rasmiy masala surishti qilinib, sotqa tushgan vaqtida ash burun bo'ysungan butun ishchi xizmatchilarning hammasi palon vaqtda meni bunda qildiganti, bugun vaqtda meni palon ishni buyurib bunda qildiganti, shu boshliqning ziniga qildigan ishni hammani guvohlik qiladi ya dunyoda. Qiyomatdami? Misol uchun da'vatman-ku masalani oydinlashtirish uchun. Dunyoda insonga bo'ysundirilgan butun badan a'zo va imkoniyatlarining hammasi igisininki guvoh ziniga agar yomon yo'l o'xshatgan bo'lsa, guvohlik qila boshlaydi. Sura Nurninki 25-oyatida yawma tashhadu alayhim alsinatuhum va aydihim va arjuluhum bima kanu ya'malun. Ular qilgan ishlar bilan ularningki tili, qo'li, putlarining hammasi guvohlik qiladi. Yawma idhi yuwaffihumullohu dinahumul haqq va ya'lamun anna Alloha huval haqqul mubin. Vaqtda hamma oshkor bo'ladi. Chunki hammada o'zining elish tegishlik jazo mukofotini joyida oladi. Til dunyoda kufrni e'lon qilgan bir vosita bo'lgan. Qiyomat kunisi kofirga guvohlik qiladi, kofirning qarshisi. Qo'l dunyoda Allohga osiyildigan ishlarni qiladigan vosita bo'lgan. Qiyomat kunisi sohibining ziniga, sohibiga qarshi guvohlik qiladi. Tirilarni guvohlik qiladi. İnson badanidagi butun a'zolar inson dunyoda qildigan butun ishlarga qarta guvohlik qiladi. Bu a'zolarning hammasi dunyoda majburiy shu ishlarni qilgan. Chunki u a'zolarga dunyoda insonga, o'zining sohibiga bo'ysunish majburiyati bor. Shuningga bu ahvollar o'g'achqa inson dunyoda shuncha ishlarni qila, ammo qiyomat kunisi kelgan vaqtda fa kayfa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qiyomat kunisi kelib, hamma ish o'rtaga chiqqan vaqtda, hamma odamning qilg'ini o'rtaga chiqqan vaqtda qanda qila degan savol Alloh tarafidan qo'yiladi-ki, bularning masalasining ig'ir ekanligining ifodasi. Faqat amalining yo'qligining ifodasi. Eng nachar holatga, eng ig'ir jazoga uchraydiganligining ifodasi. Alloh hammalarni bu xil ahvoldan saqlasin. Qiyomat kunisi shu kunda umumiy kishilarning orasida rasvo bo'ladigan ahvollardan saqlasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.